Voy onasini emsin. Nimaga baxtim ochilmayapti desam, baxtqushim issiq o'lgan ekani kecha keldi. Aniq uylanmagansiz-a? Uylangan bo'lsam kanariya ko'p qolay. Yuring-chi, qani. Uf, issiq dushlasham qiyin bo'lib ketdi. Yo'nasirimiz. Dodammi? Voy o'l. Gaymi? Kim bo'lasiz desa sho'pirga. Ayasiman deb yuboring, xo'pmi? Yosh boshi bilan oilasini boqayotgan kapitan Nuriddinova, hujjatlaringizni bering. Hech qanaqa qonun buzmadik shekilli, komandir. Siz faqat Malibuda yuradi desam, elektromobillarga ham qiziqarkansiz-a? Ha, uydagi mashinangiz eskirdimi? Yangi Xitoy mashinasida yurib qolibsiz? Nimaga naqa deyapsiz? Xitoy mashinaga ishonmang, 3 yilda batareyasi ishib ketadi. Menga yarim qarich bo'lib olib aql o'rgatmang, tushundingizmi? Undan ko'ra uyingizdagi mashinangizga jicha e'tibor bering, baraka topgur. Ashtirib bo'lsangiz tezroq yozing. Bizning ishimiz bor, ketamiz, Bu mashinangiz arendami deyman-a? Yo'q, arenda emas, nimaga naqa deyapsiz? O'tgan safar boshqa sho'pirda ko'rdim-da. Vaqtni oshirib olmayapsizmi, komandir? Siz oshirib olmayapsizmi? Между прочим, bu ikkinchi zapalish dadajon. Nima? Dadajon? Ha, onasini emsin. Ha, bu meni qizim. O'zi 6 yosh, miyasi 57 yosh. Ketsang ketaver. Ona qizim, seni dastingda ko'chada yurib olamiz. Qayerga borsam ko'timdan dum bo'lib qolmayapsan. Samolyotda yuraymi, vertolyotda yuraymi? Men mashinani pultini olganda qaytib yo'limdan chiqmang, tushundingmi? Mashinadagi voqealarni ayang bilsa, big'illataman, tushundingmi? Nima deb o'ylaysizlar? To'g'ri ish qildimmi? Ukajon mana qara, ozgina yertilgan, shuni aylantirib, tikib, kiliylab ber, suv o'tmasin, xo'p. Yangisidan apiring. Qaydan olib beraman yangisini? Oyog'i yetishi bormi? Har ikki kunda birda yertasanlar, ya? Otang o'zi bozorlikka kam pul bergan. Siz bozorlik qilib chiqqancha tikib oling, xo'p? Ukajon, rahmat sizga. Keyin yaqin joylaringiz bormi? Senga kim qarayman deb o'ylab o'tirdi, kiyver. Key ustidan. Ichimdan kimuvdim, qurmag'andi. Bu garta kattaroq ekan. Hech narsa qilmaydi. 3-4 yil kiyasan, yengini shimar, shiminga tig'ana yetagini. Binoydi. Dugana, mana shularingizni bunaqa razmerdagisi bormi? Bor. Qanchadan? 150. 30 ming beray. Nima indiysan? Beling og'rib pul topmayapsan-da. Jim o'tir. As. Sizniki emas, meniki emas. 34 ming. Ana bak. Yur manaqa, yur. Hamma narsani oldimmi? Ebe. Otangga shalvor olmabman-ki, sen o'tirib tur shu yerda. Nos kelaman, o'tir. Bu yerda o'tirib zerikib ketaman. Zerikmay. Zeriksang mana Sardor semichkalari bor. Premium semichka, tuzlangan, tuzsiz. Tuzligini qancha chaqsang ham labing yorilib ketmaydi. Chunki tuzi dengizdan olib kelingan, tushundingmi? Menga ham qolsin lekin. Nega yoqqa o'tirasan? Mana yoqqa o'tir. Senga kim pul to'laydi? Tizimga kel, mana bu yoqqa kel. Haligi oyoq kiyimni olmadik-ku, maktabga nima kiyman ertaga? Neni kiyasan? Yeding kuni bo'yi bozorda. Yeyaman, ichaman, siyaman, chichaman. Bolam, charchamayapsan? Nima bo'ldi, bobo? Jigarim og'riyapti. Yangi jigar qo'yaylikmi? Qaydan olasan? Mana yer jigarni sug'urib beraman. Voy, tegma jigariga, qano yashaydi keyin yer tegma. Tegma bolam. Tegma. Jigar shashlik qilayman, bo'lmasa. Voy, tegma deyapman senga. Yana 10 yil saqlasam qimmatlaydi. Bobo, mana dorisi topib keldim. Rahmat, bolam, rahmat. Qaytimiga o'q qo'shib berishdi, Kalashnikov o'qini. O'q? Ha, mana upakovkalarga o'q berishdi-da. Voy, bola, nimaga bunaqa narsani olasan, nimaga? Olganim yo'q, zdatiga berdi debman. Voy, uyda o'q dori saqlash jinoyat hisoblanadi, nimaga olib kelding? Ha, o'q dori saqlash jinoyat bo'lsa, mana siz dori saqlayapsiz-ku. Saqlamayman, bu yo'qotib qo'shniniki otormi? Bobo! Voy, kim bular, kim? Hali Buyuk Britaniya qo'riqchilari. Qayda olding, qayda olib kelding? Elchixonadan olib keldim. Bor tashabki bular elchixonani qo'riqlaydi.
bugun mani qo'riqlik hech kuni uxlagan qo'rqyapman. Elchixona qo'riqchisi qolib ketadi, bor tashabki bor. Nevaralarim xursand bo'ldi. Ye? Nimani eshitib qo'ydingiz bobo? Ha, buni ani lalaku tagliklari, bunga ammangni mollari keladi-yu, o'shalarga xursand bo'ladi. Bu zamonaviy texnologiyalar asosida ishlab chiqariladi. Yumshoq, bolaga botmaydi. Mazza qilib qo'yadi. 1dan 8 gacha razmeri bor. Shunaqami? Ketdim bo'lmasa men ham uxlayman. Ey! Ha? Ha, uxlaysanmi? Ha? Shu ketdim desang qo'rqaman-da. Ketdim. Ey! Bobo, ketdim maktabda so'nggi qo'ng'iroqni cholaman. Ey, so'nggisini cholma, sendagina bola o'qish kerak edi. Xo'p, maktabni bitirib chiqaman. Menga qaram, maktabni direktorlar yeb bitira olmayapti. Sen bitira olmaysan, unaqashga aralashma yurunga. Uyga bo'lmasam uyga. Ronaldo yaxshimisan? Ha, sog'liqlari yaxshimi? Bola kim bilan gaplashyapsan? Chiqib Ronaldo bilan gaplashib olaylik. Ronaldo. Odam bunaqa ahmoqmi? Qanaqa Ronaldo? Ishon. Ronaldo bitta bobomga video tashlab bergan, ishonmayapti. Keling, qo'yib beraman. Salom Behruzning bobosi. Behruz meni akam bo'ladi. Behruz akam menga futbol o'ynashni o'rgatganlar. Voyda, chinga bo'lib qolibman. Deng. Karva kerakmi? Qancha? Ha, ko'ngildan chiqarib beraverasiz. 10 ming beraman. 10 ming kami. Ha, ko'nglimdan chiqadi shu-da, ko'nglimdan chiqarib deysan? Ha, ko'ngildan chiqarib sal dadilroq beradi-da odam. Ko'nglimdan shu chiqdi. Shu chiqdi ko'nglimdan. Ha aka, sen aka pul bermaysizmi? Qancha? Qimmatingiz beravering. Nima? Qimmatingiz shumi? Qimmatim shu-da. Qimmat qilib bering deyapsan. Qimmat qilib 2 ming beryapman nima? Qimmatingiz past ekanda. Zo'r ekan, qimmatim past ekan. Voy, bilmay yurgan ekanman, qimmatim past. Mana uka tayyor qilib qo'ydim, ko'rib oling. Qancha bo'ldi? Ha, endi uka el qatori beravering. Elni qatori qayerdan bilaman men? Ha, el qancha beryapti sizga? Men qayerdan bilaman? Aniq narx ayting. Voy, el qatori beravering. Yo, el qatori degan pul birligi yo'q-ku, opa. Nima qilyapsizlar? Aka, mashinani sujasini almashtirib qo'ydik. Mashinasi cho'tki. Qancha bo'ldi? Ot bilan tuya bo'larmidi? Beraverasiz-da. Iltimos ukajon. Izdivojcha qilma, xo'p? Точно narx ayt. Men otniki bilan tuyanikini qayerdan bilaman? Qayerdan bilaman men? Tavrabdan uyomoqchi edim. Bo'ldi aka. Sizlar ham mana ko'ngildan chiqarib berasizlar demaysizlarmi ish qilib? Yo'q aka, bizda aniq. Boshlang'ich 25-30% ni to'laysiz, qolganini taqsim to'lov tizimi orqali 10 yilgacha bo'lib to'lashga olsangiz bo'ladi. Undan tashqari hozir bizda xarid munosabati bilan aksiya ketyapti. Agar bizdan xonadon xarid qilsangiz, dazmoldan tortib xolodilnikgacha yutib olsangiz bo'ladi. Remontini ham qilib berasizlar o'zingizlar. Ha, tayyor kirib yashaysiz bo'ldi. Zo'r-ku. Sizlar zo'rsizlar, bilasizlarmi? Mana aka. Rahmat. Qancha beray? Faqat iltimos. Ko'ngildan chiqarib bering, qimmatingiz, el qatori bering, otniki bilan tuyanikiday bering demaga. Qancha beray? Точно ayt. Insof bilan bering. Yo, men tushunmayman. Bu qanaqa pul bo'ladi u insof bilan berish? Noinsof bilan berganmi kimdir? Rozi bo'lib bering. Yo, rozi, men norozi bo'lib beramanmi? To'g'risi pul aytsang men beraman-ku. Uka nima men hisoblayapsizlar?